Mamlakatimizda sud huquq tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlaridan himoya qilish hamda mazkur jarayonda sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida zamonaviy sud ekspertizasi imkoniyatlaridan unumli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Aynan shu maqsadda Respublika sud ekspertiza markazi tashabbusi bilan sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda Respublika sud ekspertiza markazi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirda viloyat sudi, prokuratura, ichki ishlar hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari va soha mutaxassislari ishtirok etishdi. Farmon qonunlarning to'liq mazmun mohiyati, ekspertizada mavjud muammolarning yechimi, takliflar, huquqni muhofaza qiluvchi targ'ibot organlaridan to'liq o'rganildi. Shuningdek, shu joriy etilgan e-ekspertiza platformasi. Bu e-ekspertiza platformasi nima beradi? Bu bizga shu huquqni muhofaza qiluvchi organ tashkilotlari hamda sud ekspertiza muassasalarini shu yagona platformaga birlashtiradi. Bunda shu ekspertiza tayinlash, ekspertizani ilk xulosalarini olish, xulosalar bilan tadqiqotlarda zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim qilish bo'yicha iltimosnomalar, xatlar barchasi elektron platforma orqali yuritiladi. Bu asosan shu jinoyatchi fuqarolik ishlarini, sud tergov muddatlarini qisqartirish, fuqarolarimizga erkinliklar berish, o'sha yechilishi kerak bo'lgan masalalarni qisqa muddatlarda yechilishini ta'minlaydi. Seminar doirasida Respublika sud ekspertiza markazi direktori tomonidan sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati yig'ilganlarga atroflicha tushuntirildi. Sud ekspertlik faoliyatini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar va sohaga oid eng so'nggi talablar seminar davomida keng muhokama qilindi. Xususan, sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining normalari, e-ekspertiza elektron axborot tizimi bilan ishlash tartiblari tushuntirildi. O'zaro tajriba almashish va jonli muloqot ruhida o'tgan seminarda ishtirokchilar o'zlarining kundalik ish faoliyatida, xususan murakkab ekspertiza jarayonlarida to'qnash kelayotgan muammolar, ekspertiza xulosalarining isbotlash muqobilligi hamda yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash borasidagi savollarga markaz rahbariyati va malakali ekspertlar tomonidan javoblar oldilar.